qilgan kasbdan kelib va hech bo'lmaganda emas, asli birinchi navbatda duo qilishimiz kerak bo'lgan. Yana aytdikki, bu oy ko'ngli so'raladigan, xayr saxovat qilinadigan oy dedik. Yurt rahbari tomonidan ham alohida qaror qabul qilindi. Ijtimoiy muhtoj bo'lgan oilalardan xabar olish. Ya'ni podshohning o'zi shu narsaga tashabbus qilib boshlab beryapti. Biz ham shunday duolarimiz bor. Bemorlar bo'lsa o'zing shifo bergin. Parvardigor, barchamiz senga muhtojimiz, o'zing duo qo'limizni quruq qaytarmagin. Yurt elimizni tinch omon qilgin. Tinchligimizni davomini qilgin. Ya Rob, seni zikr qilishga, senga shukr qilishga, senga go'zal ibodat qilishimizga o'zing bizga yordam bergin. Parvardigor, ummatni yagona tavhid kalimangga jamlagin. Parvardigor, turli ixtiloflar va musibatlardan o'zing asragin. Bu ummatni bugunini kechasidan, ertasini bugunidan ko'ra xayrli, barakatli, ofiyatli qilgin. Parvardigor, bu Ramazonni bizga oxirgisi qilmagin. Qiyomul laylarni barakatidan Parvardigor, umrimizga, rizqimizga, amalimizga, kasbimizga o'zing baraka ato qilgin. Sendan so'raydigan tilak, maqsad, hojatlarimiz bor, ya Rob, o'zing boxabarsan. O'zing afzaliga muvaffaq qilgin. Musibatimizni dinimizdan qilmagin. Dunyomizni asosiy tashvishlarimizdan qilib qo'ymagin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Fitnalar uchragan paytda ishlayapmiz. Biri kufrga chiqargan, birini malomat qilgan, ya'ni quvvati shoshilib ketgan paytda ishlayapmiz musulmonlar. Muhtoj emasmiz Allohdan. Muhtojmiz, so'raylik shu duolarni. Hech bo'lmaganda o'zimiz haqimizda bu kunlarda, bu kechalarda Alloh taoloning do'zaxdan ozod qilinadigan bandalar bor deyapti. Shu biz bo'lishni istamaymizmi? Albatta istaymiz. Biz bo'lishimiz kerak shu deymiz. Oilamiz bo'lsin, yaqinlarimiz bo'lsin. Duo qiling shu, so'raylik Alloh taolodan shularni. Abadiy saodatni so'raylik, boshimizdagi tashvishlarni ko'tarishni so'raylik. Avvalo namunani Rasul akram alayhissalomdan olamiz. Chunki u kishi Ramazon oyida saxovati jo'shib ketardilar. Qolaversa, yurt rahbarlari ham o'sha sunnatga muvofiq ijtimoiy ko'makka muhtojlarga yordam qilish